Zaryadka testida kutilmagan natija. Qarang, zaryad eng tez tugadi deb o'ylagan telefon zaryad ko'p yetdi. 3ta telefon testi boshlandi. S25 Ultra 1 oy bo'lmagan ochilganiga, uchalasini ham 512 talik bir xil shanslarda video zapisga qo'ydik uni. Mana yarim soat video zapisdan keyin 88% qolibdi. Bunda 86 qolibdi. iPhone'da 91 qolibdi. 1 soat deganda telefonlarimiz Galaxy S25 Ultra 74%, hop 15 Ultra 70%, iPhone 75%. Hop, test ham yakunlanib qoldi dedi. 2 soat 48 minut bo'libdi. 24% zaryad qoldi. Samsungda Mi'da 17% qoldi. iPhone'da 26% qoldi. Zaryad eng tez tugadi deb o'ylagan telefonimiz 17 Pro Max eng zaryad ko'p yetdi. Spishkasi ham hali o'chgan. Bular уже 10% ga o'tib, spishkalar o'chdi. Fonarlari iPhone'dagi o'chgani yo'q. Qoyil. Qarang, mana 3 soat 13 minut bo'ldi testni boshlaganimizga. Birinchi o'rinda mana iPhone 14%, keyin Galaxy 12% qolibdi zaryad. Keyin Mi 4% qolibdi zaryad. 17 Pro Max'imiz chempion, mana hali spishkasi hali o'chgan ham yo'q. Ikkinchi o'rinda S25 Ultra, uchinchi o'rinda Mi 15 Ultra. O'ta katta farq qilgani yo'q. 5-10% bilan farq qilyapti. Почти bir xil uchalasi ham. 17 Pro Max chempion.